Pepsi kompaniyasi Kendall Jenner deb juda katta muammo ichida qolgan. 2017-yilda Pepsi o'z tarixidagi eng katta marketing xatosini qiladi. Birgina reklama roligini deb butun internet ularga qarshi chiqadi. Reklamada model Kendall Jenner ko'chada o'tayotgan plakat ko'tarib yurgan odamlar namoyishiga qo'shiladi. Shunda Jenner politsiyaga yaqinlashib, unga Pepsi uzatadi. Bu reklamaning g'oyasi aslida Pepsi odamlarni birlashtiradi, muammolarni hal qiladi bo'lgan. Lekin odamlar tomonidan juda yomon qabul qilindi. Chunki reklamada jiddiy ijtimoiy va siyosiy muammolarni birgina gazli ichimlik bilan yopib qo'yish mumkin degandek ko'rinib qolgan. Odamlar buni mensimaslik, jiddiy qo'pol hazil, hattoki haqorat sifatida ham qabul qiladi. Butun internet tez orada negativ izohlar va Pepsiga bo'lgan haqoratlar bilan to'lib toshadi. Hattoki Pepsi tezda reklamani olib tashlashga va odamlardan ommaviy uzr so'rashga majbur bo'ladi. Brend hazil qilmoqchi bo'ldi, lekin odamlarning og'riqli nuqtasiga tekkani uchun katta muammolar girdobida qoladi. Bu voqea yana bitta narsani isbotladi. Brend auditoriyasini his qilish kerak. Hamma narsani ham trendga minib reklama qilib bo'lmaydi. Bundan ham foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling. Chunki bu foydali.